ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini.
shirin orzu qilib urar yuraklar yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar bolaligi didor shirin orzu qilib urar yuraklar yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz maktabdan xayrlashib ketganidan sal 20 yildan keyin yosh berib baxt saodat berib o'zlarimizning yaxshi ko'rgan kasblarimizni hunarlarimizni egallab hayotda o'z o'rnimizni topib mana 20 yildan keyin o'zlarimizning qadrdon maktabimizga o'qituvchilarimizni eslab kelgan ekansan barina rahmat mana ko'rinib turibdi o'zlarimiz hayotda o'z o'rnlarimizni topib farzand tarbiyalayapsizlar 5-6 yilda qiz uzatib kelin olib katta oilaning boshlig'i bo'lish arafasindasiz. Xudoyim bundan keyingi hayotingizda shunday baxt saodat bir baxtli yashash nasib qilsin. Hozir yaxshi aytganingizday 40 yillikni 60, 80, 100 yilliklarni o'tirib nasib etsin. Shundan keyingi hayotda bundan ham bir yaxshiroq kengroq aqtiqlar bilan kelib maktablarda shunday bir uchrashuvlarni o'tkazish nasib qilsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Hammangizga aziz ustozlar, mana bizlarning ham ustozlar o'tiribdi bu yerda. Hamkasblar, aziz o'quvchilarim. Hammangiz yaxshimisizlar, bormisizlar? Sog', yaxshi yuribsizlarmi? Uydagilar, oilangiz tinchmi? Hammangiz sog' salomat, yaxshi yuribsizlarmi? Mana bugun bayramingiz ekan, shu bayram bilan tabriklayman hammangizni. Mening birinchi qaldirg'ashlarim o'tiribdi. Hozir men shularni birinchi sinfga qabul qilib o'tirganda qanday hayajonda bo'lsam, hozir ham shunday hayajonlanib turibman. Birinchi qaldirg'ashlarim edi shu 88-yil tug'ilib, 95-yil birinchi mana maktabga qadam qo'ygan o'quvchilarim shu yerda o'tiribdi. Mana bir zaman bir nafasda mana 20 yil bo'lib qolibdi, ulqayib. Ko'pchiligini shu bitirgandan keyin ko'pchiligini ko'rmadim. Birovlarni tanimay ham qoldim. Ko'plarni eslab ko'rib yurganlarim ham bor. Hammangiz sog' bo'lgaysizlar, Xudoyim. Shu mana 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik mana shunday yilliklarda ham birga o'tirish nasib etgay. Mana o'stirib o'tirgan bolalar, ul qizlaringizning kamolini ko'rib yurgaysizlar hammangiz. Oilalaringiz eng baxtli oilalar bo'lgay mana. Hammangiz bir sohani egallab ishlab yuribsizlar, ishlaringizga rivoj, keyingi mana baxtli oila bo'lib, shu keyingi mana oilangizda ham xotirjamlik, baxt, bundan keyin mana undanda
baxtli hayot kechirishlaringizga tilakdoshman. O'stirib o'tirgan shu ulug' qizlaringizning rohatini ko'rib yurgaysizlar. Mana bizlarni hurmat etib chaqiribsizlar. Sizlar o'zlaringiz ham hamma shu hurmatda, izzatda bo'lgaysizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, ustozlar, kasbdoshlar, mening o'quvchilarim. Shu bugungi bayramingiz bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, oilaviy baxt tilayman. Shu o'stirayotgan farzandlaringizning kamolini ko'rish nasib etsin. Meni ham shu birinchi qaldirg'ochlarim edi. Hozir deb qarab tursam, birinchi sinfga kelganday bo'ldinglar haqiqatdan. Kelib hammangiz deb joylashib, men birinchi parta, men oxirgi parta deb hammangiz partalaringizdan bilib joylashib oldinglar. Oxirgi parta demaydi, hamma birinchi partani talashadi. Yo'q, u vaqtda hamma birinchi parta deb talashar edi. 4 sinfdan keyin hamma oxirgi partada o'tirg'isi keladi. Hammada bor-u. Shu hammangizga baxt tilayman. Oilangizga tinchlik, totuvchilik, doim hamisha sog' bo'lib, oilangiz oldinda sog' bo'lib yurgaysizlar. Shu bizlarni hurmat etibsizlar. Doim sizlar ham shunday hurmatlarga sazovor bo'lib yurgaysizlar. Shu sog'lik, salomatchilik tilayman. Tanıyman hammasini, hammasi mening o'quvchim. Rahbaringiz bo'ldim. Assalomu alaykum, hurmatli mana 20 yil avvalgi o'quvchilarimiz. Mana xalosa sizlarga mana shu bugun sizlarning shu 20 yillik yubileyingiz ekan. Qutlu bo'lsin hammangizga. Bundan keyin shu undan ham ko'proq ko'rmak nasib etsin. Shu aytganimday mana ustozlarimizning shu 60, 70, 100 yillik yubileyingizda o'tirmoq nasib etsin-da. Xo'sh, o'zingizning ishlaringizga omad hammangizga, oilangizga shu baxt tilayman hammangizga. Hamma vaqt shunday bir chiroyli bo'lib yurgan hammangiz yana bundan keyin ham. Mana bolalarimiz ham turayotgan chiqar ko'plaringiz, shu kelin og'aysizlar, qiz chiqargaysizlar, aqtiq suygaysizlar, aqtiqlaringiz ham kelib tuyada o'qiylar. Sizlardan ham ziyod bo'lsin ular. Bolalaringizning rohatini ko'ring hamma vaqt. Sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad. Bizga qisqaroq gaplaymiz. Bo'ldi. O'quvchilar, sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad, hayotda niyat orzu-murojaatlaringiz bo'lsa Alloh taolo shu yetkazgay. Oilaviy baxt, har kim o'z kasbidan kamol topib, o'stirayotgan farzandlaringizning Xudodan bir kamollarini ko'rgaysizlar. Mana hayotda shularni bir unutib, rahmat. Mana o'quvchilik oltin davringizni eslabsizlar. Mana shu vaqtda sizlar mana maktabda darsda o'tirganlaringiz bilan yodga tushayotir. Maktabda javob berganlaringiz, shu deganlaringiz Xudoga shukr. Shu birday Yaxshi o'qisam bo'lardi. Xudoga shukr, mana baringiz Xudoyim yaxshi tarbiya oldinglar, bilim oldinglar, mana hayotda o'z o'rningizni topib, yil ichida bir izzat hurmatli otlar o'ralib yashash baxti hamisha nasib etgay. Xudoyim shunday yubileylardan 40, 50, 60 yillardan inshaalloh baxti nasib etavergay. Ana bolalaringizning kamolini ko'rgaysizlar. Hayotda niyat orzu-murojaatlaringiz bo'lsa, bolalaringiz shuni amalga oshirgay. Ishlaringizga omad, oilaviy baxt, sog'lik, salomatchilik. Rahmat. Yaxshi, mana hurmat etib, maktabda bir eslab 20 yil o'tgandan keyin shu maktabda o'qidi deb bizlar ustozlarni hurmat etdik deb bir shu 20 yil uchrashuv tashkil etgan tashkilotchilarga bunisidan rahmat. Shu ko'pchiligimiz 4 sinf hozirchilik qilib bir yerga jinoshning o'zi bo'lmaydi. Bunisidan mana shu tashkil etgan tashkilotchilarga rahmat edecekman. Shu 20 yilliklaringiz hammangizga qutlu bo'lsin. Ke. Birda darsga birda kech qolib yurganda. Hayotda hech qachon injilmanglar. Mana shu bilan hozir harsi bo'linglar. Har sohada ishlayapsizlar. Oila boshchisizlar, mana farzand tarbiyalayapsizlar. Kelajakda mana shu farzandlaringizlar sizlardan o'rnak olib, mana shunday 20 yillarda uchrashuvlarda sizlarning mana shu ko'rib o'rnak oladigan farzandlar tarbiyalashda kuch-quvvat, maktabda bir yaxshi o'qib, shularga tarbiya berishda ota-ona sifatida sizlarga tilakdoshmiz. Yaxshi farzandlarni sizlar yetkazib beruvchilar, ustozlaringizga kuch-quvvat, haligacha mana dars berib o'qitib keladi. Hozir mana bolalaringizni ko'rib, siz familiyasini aytmasa da palankasning bolasisan, palankasning qizisan deb qolmadiki yuzidan to'g'ri aytaverasiz. O'xshaydi, yurish-turishidan, harakatidan. Shu deganda hammangizga omad tilaymiz. Mana shu yubileylaringiz bilan 20 yilliklaringiz qutlu bo'lsin.
30, 40, 50 yıllardan səhviniz kəməymək, birgalikdə o'tkazishimizni nasib etsin. Omad tilaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar, hammasiga shu bizlarni ta'lim tarbiya berib, o'qitganingiz uchun rahmat. Doim shu sizlarning o'qitganlaringiz bilan shu harf tanib, sonlarni tanib, rahmat aytaman. Hammangizga mana yaxshi tilaklar aytib o'tirsizlar, rahmat. Mana shunday tarbiya berdinglar, savat o'qitib uyratdinglar. Hammasiga ming rahmat. Shu to'ylarimizda mana hammamiz bolalar kelyapmiz. To'ylarimizda da boshchi bo'lib yurgaysizlar, sog' yurgaysizlar. Hammaning e'tibori uchun kelganingiz uchun rahmat hammangizga. Sog' bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum ustozlar. Bugun 20 yilligimizga keliblar Xudoyim. 40 yilligimizda da kelgaysizlar inshaalloh og'zi bichikda o'tirgaymiz. O'qitib ta'lim berganlariniz uchun katta rahmat. Sog' bo'lgaysizlar. Bolalarimizni ham o'qityapsizlar Xudoyim. O'qimishli bo'lsin bolalarimiz ham. Sart yerda yurgan va Qozog'iston, Moskvada yurgan bolalar bor, hissalarni qo'shyapti. Ularga da rahmat. Ammo ular ham kelsin oilasining bag'rina. Undan keyin bizlarni o'qitib chin dunyoga ketgan ustozlarimiz bor, yatqanlar yaxshi bo'lib jannatiy bo'lsin Xudoyim. Zinda qolganlar sog' bo'lsin. Undan keyin aramizda o'tib ketgan sinfdosh qizimiz bor, Kamila degan. Uning ham yatqanlar yaxshi bo'lsin, jannatiy bo'lsin. Qolganlarga sog'lik tilayman, tavbishlarga barakat tilayman. Ustozlarimiz sog' bo'lib yursin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashmoq hammamizga nasib etsin. Sizlarga rahmat, yana hurmat. Hammangizga ustozlar, sinfdoshlar, yig'ilganingiz uchun rahmat. Keldinglar, hurmat etib bizlarni. Hammangizni tabriklayman, 20 yillik uchrashuv. Hammangizni tabriklayman. Hamma uylarning yaxshi kunlarda borik, sog'chilik, salomatchilikda ko'rishaverik. Ustozlarga da rahmat, mana ayirib tanitib, bizlarni uyratib, 1-klassdan so'ng o'qitib, mana. Hammangizga rahmat. Assalomu alaykum ustozlar. Barchangizga rahmat deymiz. Shuncha minnat etib, boshqa etib, ilmli, bilimli bo'lishimizga hissalarni ko'p qo'shdinglar. Rahmat deymiz. Yigitlarga, qizlarga barchasini rahmat deymiz. Tashkillashtirib, netib boshida turibdilar. Hech kimdan kam bo'lmaydi deb, Xudoyim hech kimdan kam bo'lmasin. Hammaning oilasida tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Sog'likda bo'ling. Assalomu alaykum ustozlar, aziz va hurmatli ustozlar. Hammasizni shu kunlar bilan shu kunlarga yetkazganidan shukr. Hammasizni tabriklayman 20 yilliklar bilan. Kelgusida 40 yillik, 60 yilliklarda birga o'tirish nasib qilsin. Shu yoshlardan ko'pini berib yurish nasib qilsin. Sog' yurgaysizlar. Bolalarimizga ta'lim tarbiya berib o'tirganingiz uchun rahmat, katta rahmat. Bolalarga, qizlarga, baringizga tashkillashtirgan. Baringizga omad tilayman. Assalomu alaykum ustozlar. Yigitlar, qizlar, hammangizga shu 20 yillik yubileyimiz qutlu bo'lsin. Ustozlarimizga bizlarga bergan bilimlar uchun rahmat katta. Hammangizni shu 20 yillik yubiley bilan tabriklayman. Bardavom bo'lsin. Bundan keyingi 20 yillik, 60 yilliklarni inshaalloh sizlar bilan birgalikda nasib etsin. Biz valida shularni topshirib bersak. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi, ustoz yaxshida yaxshida. Hammangizni 20 yillik bir uchrashib, kafe gaplashib qo'ydik. Shu yerga taklif etamiz. Hammangiz boraverasizlar. Mashinalar bormi? Aslan chiqib shu yoqqa ko'ramiz endi. Bayram tabrik. Ya muğanlar. Yurtimiz tinch bo'lg'ay. Xudoyim og'zi bichilik bo'lg'ay. Bilan 20 yillik munosabatda o'tirganlarda Xudoyim 40 yillik, 60 yillik, 80 yillik munosabatlarga shunday og'zi bichilikda tinch tatuvlikda yetirgay. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Xudoyim men aytganingizdek uchrashuvlarimiz bardavom bo'lsin. To'ylarda o'tirgaymiz.
Bundan keyin baxtlı, saodatli bo'lib, didorlashingizni nasib etavergay. Sog' bo'linglar. Bir dunyo mehri bor bag'rida, ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni, bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik. Yaxshi kunda yanımda, yomon kunda yanımda, yanımda her anımda, yanımda her anımda. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. To'ylarimda yurarlar, bir yanımda turarlar, gorka deb baqirarlar, gorka deb baqirarlar. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Hammaga salom, sinfdoshlar, qizlar. Bizga ayapamiz bilan rahmat kelganingiz uchun, e'tibor etib. Ustozimiz bilmagan bilan ustozimiz bizlarga e'tibor etib kelib, rahmat. Sinfdoshlar bilan hammamiz qiynalib o'tiribmiz. O'zi bir sinfning nesi bular. Hammamiz birga kelib, mana qizlar ham uzoqda, yaqinda, hammamiz kelganlar uchun rahmat. Bolachangizning baxtini sog' bo'lgaysizlar. 40 yilda shu deb inshaalloh o'tirmoq nasib etsin. Hech kim o'rnini yo'qotmasin. Global. Mana shu o'rinda o'tiribdi, hamma o'rnini yo'qotmasin. Sog'lik, salomatlikda ko'rishmak nasib etsin. Mana bloger ukalarimizga da rahmat, ishlarni rivoj o'ynab o'tsin, rahmat sizlarga. Batirning hissasi bo'ldi kuchli, Batirning o'zi buyog'i Xalis deb bilan ukasi bor. Aytib qo'yibdi-ku. Rahmat. Ishlarga rivoj. Yeb ichib haziylik o'tiramiz. O'yin kulgi buyog'ida davom etaveradi. Rahmat, e'tibor keraklar. Podpiska muallar Amirxon studiyaga podpiska qo'yamiz. Rahmat, keraklar. Baş ballar, qizlar hammalaringizni shu 20 yillik o'tirishmamiz bilan tabriklayman. Shu hammamiz hammani bir og'zbichiliqda etib, bir yerga akilib, yuyilib yurganlarimiz uchun rahmat ballar. Sizlarni siylab, shu chaqirdingizlar. Xudoyim hamda yaxshi tilaklarim sizlar uchun. Rahmat. Hammangizga shu 20 yillik bo'lsin. Shu tashkillashtirgan yigitlarga rahmat. Hammangizga. Hamma ochib o'tirmay birgalikda nasib etsin. 20 yillik inshaalloh akamiz 40-60 yil bor inshaalloh hammamizga birgalikda nasib etsin.
Aziz o'quvchilarim, 20 yillik qutlu bo'lsin hammangizga. Keyingi davom bo'lsin, 40 yillik, 60 yillik, 70 yillik yubileylardan inshaalloh nasib etsin. Hammangizga kuch-quvvat, oilaviy baxt, sog'lik, salomatlik tilayman. O'stirayotgan farzandlarimning kamolini ko'rib, ular ham xuddi shu sizlardek mehrli, oqibatli o'g'il-qizlar bo'lib yetishsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat tashkilotga, tashkilotchilarga, ammo sovg'a beruvchilar Xudoyim. Men shu sizlarning yutuqlaringizni, shunday erishgan yutuqlarni ko'rib, hamma eshitib, quvonib olaman. Ammo so'yib eslar Xudoyim. Tashkillashtirgan sinfdoshlar hammangizga rahmat. Sizlarni silab chaqirdilar, sizlarni Alloh siylag'ay. Hammangizga rahmat. Ozurchiligimiz buzilmasin, hamisha yutib qatnashishimiz nasib etgan. 20 yillik qancha tabriklayman. Shu narsani eslab o'taydim. Aramizda bo'lgan Kamilaning ruhlari shod bo'lsin. Sabat bo'lsin. Eslatib o'taman. Tashqallar, qizlar. Ben bağışık oturmak nasip etsin. Vallahi sizlerine rahmet. Tashkillashtirganlar uchun rahmat. Egaz uchun. Ozurchiligimiz buzilmagan. Ballar, qizlar, hammangizga 20 yillik bilan tabriklayman. Doim shu ozurchiligimiz buzilmagan. Doim shu 20-30 yillik, 40 yillik, 60 yilliklardan birga inshaalloh o'tish nasib etsin hammamizga. Sog'-salomat. Hammangizga tabriklayman. Tashqallarimizni hammasiga 20 yillik yubileyimiz qutlu bo'lsin deyman. Hamma 20 yillik, 30 yillik hammaning qatnashib o'rgansizlar. Ustozlarga kelganlarga hammasiga rahmat. Assalomu alaykum. Ustozlar, ballar, qizlar hammasi 20 yillik bilan tabriklayman. Ozurchiligimiz buzilmasin, hamisha o'tish yo'limizda davom bo'lsin. 40 yillik, 60 yillik yubileylarda inshaalloh o'tish nasib etsin. Allohga katta rahmat shu ishlarni olib borib boshqarib ketgan bolalarga katta rahmat. Kelib chaqirgan akansizlarga rahmat. Ustozlarga rahmat bergan tarbiyalari uchun. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Rahmat. Kelganlar. Hammamiz tabriklayman. Muvaffaqiyat kelmoqda. O'tishmalarni qilsangiz, ahli Shakirjon. Assalomu alaykum ustozlar. Kamchilik bo'lsa kelishtirishgan. Hammaga rahmat. Mana bugun shogirdlarimizdan o'quvchilarimiz 20 yillik maktabni bitkazgandan yubileyini o'tkazib yubileyga taklif qilib maktabga jonajon maktabimizga borib o'qituvchilar bilan uchrashib mana shunday bir yaxshi uchrashuv tashkil etganingizdan hammasini rahmat. Birinchi o'qituvchilarni tabriklar, ustozlarni tabriklar, hammasini tashkilotchilarga, oqibatchiligimizga hammasini rahmat. Bundan keyin sizlarning farzandlaringizning, bolalaringizning, qizlaringizning to'ylarida o'tirib nasib etgan. Mana shunday 20 yillik, 30 yillik, 40-50 yillik yubileylarni o'tkazish hammamizga nasib etgan. Sog' bo'linglar. O'zlarimizni topib
ne yaxshi niyatlarimiz bo'lsa, shu niyatlarimizga yetib, shu yaxshilarimizdan yarim ustozlarimiz kerak bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat mana ustoz yaxshilarga hammasi javob bo'lsin. Hikmat mana 20 yil yubiley maktabida sharafdan bitiruvchilar sizlar mana shu quvonchlarimizni she'r qilib bizlar bilan bo'lamiz. Hamisha sizlar quvonchlarimizni she'r qilib sizlar qancha quvonib qaysi bittasidan aytganimizda qanday yaxshi bo'lsa biz quvonamiz. Shu sharaflarimiz, shu qadrimiz, kunlarimiz oyimlarda tashlab boshqalar qo'ylar quvonchlar ko'p bo'lsin. Sizning quvonchingiz bizning quvonchimiz. Mana bir tashkilotchilar bilan shu yerda sizlar yaxshi niyatlar bilan shu 20 yil inshoollah qilgansizlar. Kelajakda doimki Alloh taolo o'ziga quvvat berib, sizlarga 30-40 yil inshoollah shon nasib etsin. Sabringiz kamaymasin. Shu haligacha WhatsApp hamma Ramazon haligacha esimizda turibsizlar. O'zgarmaysizlar haliga. Doim shunday yashab qolmang.
hemmemizge. 20 yılımız kutlu olsun hemmemizge. Hemmemiz görkeminden kısantmen. Ozdurçılığımız hemşe şunday olur. Her yıl oturuşup. Toyda hemmemizin ballarımız kısamcın toylarına çalışmaya katlaşmış gelmeyiz. Rahmet size. Öldürüp kepse. Rahmet. Endi bu yerda 20 yilligimizning munosabati bilan to'p zakaz etdik. Ustoz, ruxsat bersangiz, to'pni o'zingiz kesib bersangiz. Karvon to'xtamaydi, mangu ketar. Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar. Umr karvon to'xtamaydi, mangu ketar. Yuragimga tug'day zangur sog'inch botar. Bolaligim sen ham meni sog'indingmi? Maysaginam yalang oyoq chopar edim. Ko'kdalada ko'kka qarab yotar edim. Yalpizlarning bo'ylaridan quchar edim. Yalpizginam sen ham meni sog'indingmi? 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 Bolaligim sen ham meni sog'indingmi? 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 Ay sho'xligim sen ham meni sog'indingmi?
izlab yo'ling topsam so'zlab diling topsam na 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 oylar o'tib yillar o'tib bog'lar ochilib kelganday bo'lib sho'xliklar qaytib sochlarimga yog'sa ham qor sevgim bir bahor kuylasa takror qo'limdagi tor eslab